To'g'ri. 15-bob. 1958-yilning kuz oylarida Dadu ishxonasi atrofiga, yo'l bo'ylariga, tom, dal daraxtlarga umumxalq po'lat tovlash harakatiga aktiv qatnashib, po'latdan sun'iy hamroh qo'yib berayli, po'lat marshalni taxtga chiqarayli. 2 yil zarbadorlik bilan po'lat tovlab qeri jangir Angliyadan eshib ketimiz degandek lozunga shuarlar chaplandi. To'g'riqlar bu ajoyib g'aroyib gaplarni tushunolmasa-mu, Polatning nimaligini oz to'la biladi. Lekin uni qandoq tovlaydiganligidan zodi xabar yo'q edi. Bir kunlar kelib o'zlarining Polat tovlug'ichi bo'lib qolganligini texmi o'ylab baxmagan edi. Yaqingi yillarda paydo bo'lib qolgan sun'iy hamroh, Polat marshal degandek gaplarga mushu hukumat o'zi bildigan ishdu deb boshqa turib avorimi bo'lmaydi. Ba'zi gapdan buvaylar qeri jangir Angliya deganni o'z vaqtida badavlatga miltiq bergan parang malikasining dövlati shu. Ularning odamlari qumliqdagi g'oyib shaharni aqtirg'ili kelib, o'lar holiga tushib qolganda bizning qo'ychilar tepib olgan. Namatning cho'ng dadisi Qurbon baxshi ularni davolab saqaytgan. Ular mushu yerda xeyli uzoq turgan deyishdi. To'g'riqlardagi boshlang'ich maktabning yosh o'qituvchisi sun'iy hamroh deganni osmonda uchadigan Nuh alayhissalomning kemasiga o'xshaydigan bir kema. Biz Polatni jiqroq tovlay olsak, shundoq kemadan birini qo'yib bergan bo'lamiz deb tushundirdi. Muallim Polatni qandoq tovlaydi deb yana so'rashdi. Bolalar rodini cho'ng o'choqlarda kuydirib tovlaydi. Rodi degan nima? Rodi degan tog'da bo'ladigan po'lat tovlig'ili bo'ladigan tosh. Muallim, qumda po'lat tovlig'ili bo'lmamdi? Bo'lmaydi. Qumda nima qilg'ili bo'ldi? Muallim javob berolmay kuldi. Sal o'yinib edib, ilm-fan taraqqiy qilsa, insonlar cho'qim qumdanmi foydalana oladigan bo'ladi dedi. Muallim, tog' degan qandoq bo'ladi? Muallim do'skiga bor bilan qumliqni uning yeniga tik cho'qqilarni sizdi. Mavi qumluq, mavi egiz ko'tarilib turg'ini tog'. Muallim, bu yerda tog' bo'lmasa, po'latni qandoq tovlaymiz? Muallim yana kuldi. U bu savolga haqiqatan javob berolmaydi. Yuqorining o'rlashtirishi bo'yicha to'g'riqlikdagi qovul emgakchilar tashkillanib, qo'shni nayining teg'iga berib po'lat tovlashga qatnashadigan bo'ldi. Kanatga ish ko'rgan tajribali cho'nglar yosh ayollarning hammasi degidek safarbar qilinib, po'lat tovlag'uvchilarni Abdug'ani Axun boshlab bangdi. Tashaxunning boshchiligida qurilgan qatnash atriti tog'dagilarga yiqilg'u, yemak-ichmak, chegiz-kechak degandek lozimliq narsalarni yetkazib berish vazifasini ustiga oldi. Qumliqda yashab kelgan azalning tog'ni ko'rib boqmagan to'g'riqlarga dastlabda po'lat tovlash nihoyatda qiziqarli, ko'ngilli ishdek tuyuldi. Tog' bag'rini bo'ylab qator o'rlashgan chidirlar, gami uylar, mig'mi odamlar, yoslib bo'lgan cho'ng-kichik domini pechlar, hamma yerda lapildab turgan qizil bayroqlar, radio kanalidan anglab turadigan jangvar naqsha ham qisqa, jonli xabarlar yurt ichidan yiroq bu tog' bag'rini jonlantirib o'tgan edi. To'g'riqlar dastlabda cho'ng chidirga o'rlashdi. Ertasidan tartib tog' bag'rining bo'sh yeriga gami qo'lishga tushdi. Gamilar putib mashq qo'yildi. Kishilar issiq gamilarga o'ralashib, avval kelganlar yasab, tayyorlab qilib qo'ygan pechlarda po'lat tovlashni o'rganishga kirishdi. Ko'zoynakli Xanzu texnik bilan yosh tarjimon ularga pechni qandoq tayyorlash, materialni qandoq tartib va nisbatni selish, o't yiqish, eritmani qandoq chiqarish qoidalarini zerikmay takror o'rgatdi. Qo'lma-qo'l amaliy ishlabni ko'rsatdi. Dehqonlar qiziqib anglab, oz to'la bir narsalarni bilib olgandekmi qildi. Ammo xilma-xil atalg'ular ularning esida qolmaydi. Yenila pishiq yollab olgan qoidalarni birdamda unutib ketadi. To'g'riqliklar texnikaning yordamida peshqa tunchi qitim o't qalab, peshdan etilib chiqqan qip-qizil to'mir eritmasini ko'rganda noiti hayajonlanishdi. Dunyoda odam qilg'ili bo'lmaydigan ish yo'q ekan. Bizdek qora qo'saq odamlarmi mushunday ishlarni qila oldiq-a deyishib ketishdi.
Ammo ular o'zlari mustaqil ishga kirishganda bu ishning undoq oson emasligini bayqab qolishdi. Ikkinchi, uchinchi qitimda peshning ostida qalin, qattiq dashqal o'yilib, pesh muzlab ketdi. Keyingi qitimlardami natija kutgandek bo'lmadi. Bir qitim peshdan etilib chiqqan dashqal orlash eritmi Mijitaxun degan odamning mursiga chachirdi. Hashpesh tegicha chapanga o't tutishib, odam go'shining köygan puruq bilan Mijitaxunning ichinishliq faryodi pesh atrofini bir oldi. Mijitaxun noyilik doktorxonada noyida uzoq yetib, bir mursni maymoq bo'lib saqaydi. Arkadalar peş üstüde işleyotgan bir dehqonning yuz ko'zi kuyib yaralandi. Boshqa yurtdan kelganlar bir odamning 10 necha metrlik egiz peshga tushib kuyib ketganligini, uning bir tal so'ngini terib ololmaganligini so'zlab yurishadi. Bu gaplar dehqonlarning ichiga bir vahima selib qo'ydi. Ular amdi vazifani o'rinlay olmay qolishdan ansirashga boshladi. Abdug'ani Axun boshdagi Xanzu texnikni izlab topolmay, egiz tumoq kiygan pakarg'ina oq seriq bir odamni boshlab keldi. Kishilar uni yangi sarliq odam deyishadi. Lapildab qor yig'ayotgan bir kuni yangi sarliq odam Abdug'ani Axun boshliq 5-6 dehqonni kaynik silib, yerlik kishilarning to'nirga o'xshab ketadigan bir pesh yasadi. Uningga o'tin, yog'och ko'miri va rodini qatma-qat selib o't yoqdi. O't yerim boshqancha orqa-orqadan material silib, ro'di miqdorini ko'paytib, yerlik to'mirchilarning ko'riki orqali shamol berib turdi. Shu qitim bir o'tdala 100 jang to'mir eritildi. Yengsarliq odam xeyli kunlargacha to'g'raqlar bilan birga yetib qopib yurdi. Bu jarayonda kishilar uning asli usta pichoqchi ekanligi, ota bovasidan tortib, mushu usulda to'mir eritib pichoqchilik qilib kelganligidan xabar tepishdi. Shunda qilib, to'g'raqlikdan kelgan dehqonlarmi oz-ozdan to'mir eritishga boshladi. To'xta qari uydan ayrılgıday hashpash degicha 2 oy bo'lib qoldi. U tog'da ro'da qizib etib yashnab qolgan ota-onasini, bolalari bilan Zaynabni o'ylaydi. U Zaynabni shunchalik sevgan edi. Oq taki yog'ligini cheklab chiqqan, yig'idan qapoqlari ishib ketgan, g'amkin qiyofati bilan texmi lavan umoq ko'rinadigan Zaynab uning ko'z oldidan birdamni neri bo'lmaydi. U Zaynabga ich og'irtadi. Uningdan ansirabla yuratdi. Demisimi uning dadisi o'lib ketib, bir necha oy ichida onasi o'lib ketdi. Zaynab ota-onasining ich og'riqlarida to'li yig'lab, o'ruqlab shumakdek bo'lib qoldi. Uyda uning yuki hammadan og'ir, bolalar texi bir-biridan kichik. To'xta qarining ota-onasi bo'lsa kasalchan. Hisobda ularning holidan xabar olmasa bo'lmaydigan kichik bola. Zaynab erlarga o'xshash etizga chiqib ishlaydi. Uyga kelib yana uydagilar uchun paypetak bo'ladi. Uning ustiga tugimas o'g'inish majlislarga qatnashmasa bo'lmaydi. Ne'mat qishdimi ularga orom bermaydi. Ko'tarolmasang sanqiltib ol degandek, mushu kunlarda 4 ziyondoshni yo'qitimiz deb qushqash, choshqan, seliqi selib yurgidek. To'xta qari ixtiyorsiz ulug' kichiktindi. Bu jafoliq kunlar qachon chekiga yetar deb o'yla yo'g'on bir toshning orqa tarafidan do'milib tushganligini sezmay qoldi. Egizda atrofda ishlayotganlarning vaqirgan ovozini anglab, o'zini qochirib bo'lguncha tosh uning yonpishig'i so'qilib tushib ketdi. Uningga hech ish bo'lmagandek tuyulib ishlayverdi. Oqshimi ishdan qaytguncha oqsab mangdi. Biroq ertasi yonpishini ololmay qoldi. Tushga yaqin dori sumkasini ko'tarib kirgan doktor uni tekshirib ko'rib, ta'lim bor ekan yigit. So'ngaki zaxmi yetmabdi. Birer hafta orom olsang saqib qolsan deb dori berib, o'zining har kuni bir qitim kelib tekshirib turadiganligini aytib chiqib ketdi. To'xta qari kechgacha midirlamay yotdi. Ertasi boshqalar ishga chiqib ketganda hamrohlari nadindir tepib akilib bergan qo'ltiq tayoqqa taynib eshik oldiga chiqdi. Pastda uyandan bu yonga oldirash o'tishib yurgan odamlarga ro'da ko'mir yoki dashqal besilgan qo'l harva, eshak harvalari o't purkab yeniyotgan domna peshlarning atrofida uzun limlarni ko'tarib yurgan po'lat tavlig'ichilarga birdam qarab turdi. Uning yenidagi ikki to'riga bekitilgan qora taxtay gazeti bor edi. Ko'k sheriq chapan,
quloqcha kiyib olgan yoshgina bir yigit yanchiqidan bir necha varaq qog'ozni chiqarib, qog'ozlarga birdam qarab turdi da bor bilan qora taxtayning yuqorisiga Po'lat uchun jang deb yozdi. Uning xati ko'rimsiz edi. Birinchi qurdan boshlagan xati qur oxirigacha doskaning ostiga tushib qoladi. Xatidan rozi bo'lmay doskani o'chirib qayta yezishga boshlaydi. Yezib to'xtab, sal teriroq, neriroq berib qarab beqib, yozganlarni yana o'chiratdi. To'xti qari uning yeniga kelib, tartinqanda kulimsirab, "Men yezib baqsam bo'ladimi?" deb so'radi. Yigit darhol to'xtab, uningga bir qaradi da, gap qilmay bor bilan qog'ozni berib, "Mushu qog'ozga bo'yicha yozimiz" deb qo'ydi. To'xti qari qog'ozga pat-pat qarab, uningdagi xatlarni doskaga chiroyli ko'chirdi. Yigit yana bir yanchiqidan elib bergan qog'ozga she'rlarni uning yeniga ratlik yezib chiqdi. Yezib bo'lib, qora taxtayning to'rt burchagi osti-usti va maqola oralarni chiroyli gul naqshlar bilan bezadi. Shuningdek, u yigit har kuni To'xti qariyni izlab keldigan bo'ldi. To'xti qari uning muxbir ekanligini, yozganlarning bir nusxasi shaharda chiqadigan gazetga avatilganligini anglaganda o'zining qaramliq qilganidan xijil bo'lib qoldi. Ammo yigit uni burunqidakla izlab kelaverdi. Hatto o'zi yozgan she'rlarni o'qib berib, fikrni oldigan bo'ldi. Bir kuni u apparat ko'tarib kelib, To'xti qariyni ishlayotgan yerda suratga tortib qo'ydi. Oradan birer hafta o'tganda uningga bir nusxa gazet akilib berdi. To'xti qari gazetning bosh tarafida kulib turgan, juvisining oldini ichib yigitning o'zi ekanligiga tasda ishondi. Suratga "Menmi Po'lat tovladim" deb mavzu qo'yilgan edi. Bu To'xti qarining tunji qitim suratga tushishi edi. Shu kunlarda moda bo'lgan "Hamma Po'lat uchun" degan shior xuddi o'tkir quroldak yoki yorliqdek har qanday to'sqinlikni yo'qotib, mumkin bo'lmaydigan ishni birdamda reallikka aylantiradi. Po'lat tavlash uchun noiti ko'p yog'och ko'mir va o'tin zarur edi. To'g'raqliqda qolgan erlardan tashkillangan bir guruh to'xtamay daraxt kesadi. To'g'raq bormi, terak bormi, toza meva berayotgan ujma, o'rik, yong'oq bormi, birdamda go'rsultab yiqilib yerda yotadi. Kishilar uni hari bilan parchalab, mahalla sirtidagi yo'g'on o'rlarda ko'ydirib yog'och ko'miriga aylantiradi. Shox-shumpularni kesib o'tin qiladi. Tog'arlarga qochilangan yog'och ko'miri bilan bog'lam o'tinlar to'ga eshakka ortilib, ot harbularga besilib, kech kunduzlab yiroqdagi tog' bag'riga to'shladi. Birer oyga qolmay to'g'raqliqda cho'ngroq birer to'p daraxt qolmadi. Yelim-axun ishik oldidagi osmon palak teraklarning kesilib ketganiga chidamay sarangdakli bo'lib qoldi. To'qqiz tüp terak xuddi zabardast polvonlardek ota bovisining qadim joyini qo'rshab turadi. Uningga ota bovisining ruhi mushu teraklarga singib qolgandek bilinadi. Ko'ngli xush chaqlarda o'ylaga chiqsa, terak yupurmoqlari xuddi uning xo'shalligiga o'rtoqlashayotgandek kumushdek paqirib, mayin shamolda yiqinliq shildirlashadi. Uyda biral ko'ngilsizlik bo'lsa, teraklarmi jimib sukutga cho'mgandek tuyuladi. U terak yo'linib o'tirib, o'tmish aslimalarga g'arq bo'lgan vaqtlarda ruhiy osmon zamin, dal-daraxt va ajdodining ruhi bilan birlashib, bir jon, bir tanga aylangandek, kuchlanib, yoshirib qolgandek tuyg'uga cho'miladi. Uning teraklarga mehri cho'nqir edi. Ularni asraydi. Kishilarning ot eshak bog'lashigan ziyon zahmat yetkazishiga yo'l qo'ymaydi. Kishilar uning uyini teraklik o'yla desa, mahallasini teraklik mahalla desa, u faxrlanadi. Mana bugun ularning hammasi bir kunda yo'q bo'ldi. Har yili atyozda may bo'lib pishib, odamlarni emas, uchar qanot jonivorlarni to'yg'izadigan ujmalarni ularga qo'nib, chuvirilib, ko'ngillarni ochadigan qushlarni yo'q bo'ldi. Uning o'ylisi birdilla qog'jirab qoldi. Uning uyida o'ltirg'isi kelmaydi. Yo'llarda, etizlarda oynib yurganida o'ziga o'xshash tamtirab yurgan qushqashlarni ko'rsa, mening mahallamdagi qushqashlar shumikin deb ich chaqirtadi. Yanchiqidagi
kommunadan bergan zag'ralarni uvab berib etib, ketinglar, yiroq yerlarga uchib ketinglar deydi. Yiroqdan ragatga ko'tarib yugurishib yurgan bolalarni ko'rsalar, beshidagi tumqini qo'liga ilib, "Hush-hush" deb qushqashlarni urkitib qo'g'laydi. Hey bechoralar, u ularning orqasidan uzoqqa qarab turib ketadi. Qushqashlar yerga qo'nishdan qo'rqib, osmonda ichinishliq chirildashadi. Ularning o'vlari buzilib etilgan, ular qo'ng'idek, orom olg'idek biror tub daraxtmi yo'q edi. Uchib ketayotganlarning ba'zilari o'q yeb yiqilsa, ba'zilari qanotlari telib holidan ketib yiqiladi. Bolalar qushqashlarning o'liklarini ko'tarishib, xushal bo'lishib yugurishadi. Yelim axun Ne'matni izlab bordi. Ne'mat axun balam, umu mayli, bumu mayli, lekin daraxtlarni kesib etganimiz zoda bo'lmadi. Bizning yurtni saqlab turgani ashu daraxtlar edi. Uni kesiverdik. Endi hamma yer ochiqchilik bo'lib ketdi. Etizlarimizni, uylarimizni qum besib olarmı deb nemishqa o'ylamaymiz. Xalq o'ylamasmi mayli, lekin sizli yurt otisi turib nemishqa o'ylamaylar. Mana sizning cho'ng dadlari dasiganlar yerni ko'kartib, mangdigan odam edi. Uloqchilikmi usta edi. Ashular ota bobolar tikkan ko'chatlarimiz. Nega ketdi deb gördü öğrü o'ltirib olmaganmidi balam? Ne'mat bir umid bo'lib o'zini tutib oldi. Sizli nada Helim aka, jonda nima ishlar bo'lyotdi bilamla shuni. Bu gapni menga deydilar, men anglamagan bo'lay. Agar yana bir yerda deb salsalar, heliqidek qalpoqning yo'g'ini kiyla, ko'rmaganni ko'rib, voydat deysilmi, hech kim sizga yordam qila olmaydi. Hozir hukumat hamma ishni qo'yib, pulni toplaymiz deyotdi. Buningga bir nima deyishga hech kimning haddisi emas. Dadi yo'lliq otam bo'lg'ashqa sizlarga shunchalik deb qo'yay. Qo'nglarni g'it qisib, og'izlarini ching yumib, singanlarni yeb yursizlar. Helim axun shuningdan keyin hech kimga gap qilmaydigan bo'lib qoldi. U uyining orqasidagi o'rlib tushgan tomda oftob sinib o'ltirib, o'zicha bir nimalarni deydi. Yanchiqidan medak aralashtirib yiqilgan zag'rinlarni chiqarib, oldirmay uvab, bir jangilni og'ziga solsa, bir jangilni atrofiga chachadi. Bir to'kur qushqash uning atrofida damlaydi. Sunuq qanotlarini so'rab, pir-pir uchib, uning murisiga non yuqi saqaldirga qo'nib oladi. Gazetlarda bir kunimiz yilga, bir yilimiz asrga tang deb tasvirlangan 1958 yilning qish fasli o'tib ketdi. Tog'dan g'alaba quchib qaytib kelgan dehqonlar atiyazliq terilg'uga kirishdi. Qarag'anda yerni yanada termay bo'lmaydigandek qiladi. Atiyazliq ishlab chiqarishga birlashtirilib, yangi sho'rlar, yangi vazifalar chiqib turadi. Dehqonlar ularni anqirib, moslashib ulgurolmaydi. Her qancha dağdığılık ciddi yığıllarmı ahir berib ziraatning, oğutning, ulaq çarvının məsləhətiga, hətta xotunçılıqning paramlarga aylanib ketadi. Mundaq çağlarda uxlab o'tirgan odamlarmı uyg'onadi. So'rim birdilla ozodlashib, kishilarning ruhi ko'tarilib, kulki chaqchaq qaynaydi. Ba'zi gapi oshkor odamlar kommunaning umuchi bilan madakninni yevirib, xotinlarimizning yenig'imi yo'lmas bo'lib ketdik. Chaqchaq bilan bo'lsa-mu ko'nglimizni ichib olayli deyishadi. Matniyaz axun ismli vijik og'zida tishi qolmagan odam gaz baqlab ketgan lablarini tamshib. Kommunizmga borganda kommunaning oshxonasida 40 o'choqda polo, lag'man, sho'rpa deganda 40 xil nozu ne'mat pishib turarmish. Qaysini yegimiz kelsa, qochimizni elib berib, usib yever deganmiz. Hech kim usib bermaydigan, hech kim jiq yeb ketding demaydigan, qachonmi kelar shu kunlar deb kishilarni kuldiradi. 16-bob. 4-oyning boshlarida kuzgi bug'doylar takshi o'sib, terilgan ziraatlar bo'y tortib, dehqonlarni oldirishga boshlagan kunlarda tuyuqsiz havo o'zgarib, bo'ron chiqishga boshladi. Osh vaqti bilan boshlangan bo'ron dam-dam kuchayib, döv-döv qumlarni uchirib, turg'un lampalarni o'rib, to'g'roqliqning biror tub daraxt, hatto ko'chatni qolmagan etiz dala mahallarda xohlagancha hayvisini ko'rsatkili turdi.
To'g'raqliqlar to'lqinliq daryodagi qo'lvoqdek dirildab titrab, har yan chayqalayotgan uylarda o'ltirib, azaldan his qilib boqmagan vahimaga tushib qolishdi. Bo'ronning dahshatli gurkirishidan boshlari aynib, quloqlari putib ketgan kishilar bolalarini bag'riga besib yuginib o'tirib, oyat o'qib, Allohdan omon esanlik tilashadi. Nola iltijo qilishadi. Bo'ron bo'lsa, beayni quturgan yirtqish ediki, osmon bilan zamin orliqini bir olgan kuch qudrati tangdossiz bu yirtqish hech narsani ko'rmaydi, anglamaydi. U xolisa barchini dastlab chaylaydi, urib so'qib vayron qiladi. Xolisa qum ostiga tirik ko'madi, unga yugan salg'il bo'lmaydi. Saharda bo'ronning gurkirgan ovozi texnik kuchaydi. Kishilar uylarining to'rus eshiklarining osmonda laglakdek uchib yurganini ko'rganda zamoniy oxir bo'pti deb yig'izar qilishib, panohlog'ida gami o'rlarga, eriq ozgonlarga o'zlarini etishdi. Bo'ron ularning zaif tanlarini savaytdi. Üstüge qum to'plarni, yog'och, tosh, axlat, chavullarni to'katdi. Ularni nafas oldirmaydi, ko'zlarini ochirmaydi. Kishilar bu dunyodan oxirgi umidlarini uzgan paytlarda quturgan yirtqish holsizlanishga boshladi. Tushga yaqin bo'ron asta-asta pasaydi. Qizg'ish to'pirangdagi osmonda birdilla kun parildab oftob chiqdi. Oftobmi qizg'ish to'pirangda edi. Kishilar yotgan yerlardan qo'pib, to'pi tinib ketgan ko'zlarini uvolib, atrofga nazar soldi. Bir-birining izdak so'riqini qilishdi. Ularning ko'z oldida qumga ko'milgan puchuq tomlar, kishini ichindiradigan bir xarobalik so'zilib yotadi. Xalq askarlari odamlarning sonini elib, ikki kichik bola bilan bir qari ayolning yo'qolib ketganini aniqladi. Etizlar bo'lsa qalin qum ostida qolgan edi. Harbiy qismdagilarga yordam keldi. Noya, shahar, qo'shni yezlar yemak-ichmak, kiyim-kechak va oziqlik yetkazib berdi. Dehqonlar bilan harbiylar etizlarning qumlarni yutkab, ziroatlarni qayta teridi. Qum to'lib qolgan eriq o'stan buloqlarni ko'lab, yo'llarni tozaladi. Uylarni yasab, odam o'ltirg'idek holga keltirdi. Turmush yana asta-asta iziga tushdi. Yop-yeshil etizlarning rangarang kiyingan qiz-cho'qalarning naqshlari anglashga boshladi. Asliga kelgan yasli va boshlang'ich maktab qo'rusida go'dak bolalarning qo'ng'iroqdek jarangliq ovozi yangraydi. Shu yili to'g'raqliq yuqorining yordami bilan yilni omon eson chiqadi. Ikkinchi yili ochliqdan mo'l hosil elib xeyli holinib qoldi. Kommunaning o'mashlarida ancha-muncha go'shmi paydo bo'lib qoldi. To'xti qari bilan Zeynab yosh zarbidorlar atritining emgak o'ginishlardan bekor bo'lib uyiga qaytganda bolalar uxlab qoladi. Turdi oxun bu yil 7 yoshga kirdi. U kasalchan cho'ng onasiga yordamlashib uy ishlarini qiladi. Atdiganda ukalarning cheyini berib, yasliga opirib keladi. Bolalar yaslisini Oltingul boshqaradi. U bolalarga ancha kuyinib ketmasimi, urib tilamaydi. Boshqa ayollar bolalarga qo'pollik qilsa, ularga qoyitdi. U to'xti qarining bolalarini ko'rganda, mushundaq chiroyli bolalarning o'zining emasligiga ichi seriladi. Tushda bolalar supida yetib uyquga ketganda, u ularning chiroyiga sinchilab qarab, o'ziga tonish qiyofatlarni izlab xiyolga cho'katdi. U turdi oxunni yavash, mung, Zeynabning jamiyatdagilarga o'xshaydi, deb uningga ancha qapoq ochmaydi. Ikkinchi o'g'il Rustammi Zeynabning dadasi Vilahunga o'xshaydi. Bo'libmi uning qop-qora qoshlarining tegidagi sal qiypash, nashtardek qaraydigan ko'zlari Vilahunning o'zi. Ammo uning qonshiri, yumaloqligi, eg'izi, gap qilishlari o'z dadasini tortgan. U cho'ng bo'lganda qopqining bezi bor, xeyli no'ch yigit bo'ladi. Kichik o'g'li Rozi axunning tilga olg'uchiligi yo'q. Hammadan odamning ichini kuydirdig'ini ularning qizi Zumrat. U to'kilib turadigan qosh ko'zi, qanshiri, qip-qizil, sal dumsib turadigan lavlari bilan to'xti qarining o'zi. Oltingul Zumratga bekamroq, doim uni yitlab yuriydi. Olqindagi kichkina budruq qo'llar uni to'xti qariga bog'lab turgandek bilinadi. Zumratni o'ziga qartib olsa, Zeynabdan dardi chiqilgandek uni xush qilishni o'ylaydi. Zumratning mushtak turib odam aldashni biladi. Oltin onam deb uningdan
bir qadam ayrılmaydı. Akisi algılı kelsa, altın anam bilan ketaman deb әgishib turib oldi. Oltingul oqshimi Ne'matga orqasini qilib yetib, Zumrad dadasining oldida oltin anam deb mening gapimni qildimikin, to'xti qari mening etimni anglab nimalarni o'yladikin deb xiyol qiladi. Bu dunyo shundoq dunyo. Bir-birining dardida kuyib, pishib, saptara bo'ladi. Murodiga yetolmay xarzorlikda o'tadi. Biriga zarhimsizlik qilg'uchi yana birining oldida bechora va xarzordir. Arasal kunlarda to'g'raqliqda to'y qizidi. To'y mashrablarda yangi kelinlar to'yliq kiyimlarni ko'rsatib olmoqchi bo'lgandek, o'tirdan tushmay o'ynab, qiz-cho'kalarning ko'zidan o't chiqarib etishdi. Bo'libmi bu xilchixonning navri qiziga eri shaharni ilib bergan o'tik bilan yung ro'molga hamma odam havas qilishdi. Zeynep og'zini chiqarmagan bo'lsa-mu, to'xti qarining Zeynepgimi ashundoq o'tik bilan ro'mol ilib baygusi keldi. Bu yil fasl obdan keldi. Ayol ikkisi jon tikib ishlagashga daromadni xiyli oldi. Naq pul oz bo'lsa-mu, har holda bor. To'g'raqliqda uni hajligidek yer yo'q. Zeynep to'y qilib kelgandan bu yil ko'rgan rohatidan jafosi ko'p bo'ldi. Ota-onasining uyidan elib kelgan kiyimlari bilan to'yliq kiyimlari oldi burun ko'ndirib ketdi. Lekin u bir qitim kiyim-kechakning g'alvisini qilib boqmadi. Ashu chiroyi zilvaliqini yo'qotmagan bo'y basti, ko'ni kiyim-kechaklar ichida go'hardek chaqnab turadi. U kichik vaqtida tovar durni kiyib, rohat ichida cho'ng bo'lgan. Yana shunday rohatda yashashga loyiq edi. Ammo to'xti qori uni rohatga erishtira olmadi. U bularni o'ylaganida yuragi ichishyapti. Shunga qo'li ostola pul ko'rganda oldi bilan Zeynepni o'yladi. Zeynep bo'lsa beslashgandek cho'ng bo'layotgan, birining chopini, birining ishtinni kichik kelib qolgan, yana birining qishliq oyig'i yo'q bollarni o'yladi. Pul hashlash ishida ularning gapi toza bir yerdan chiqmagan bo'lsa-mu, to'xti qori bir kuni saharda ota-onasi va Zeynep bilan xo'shlashib, uxlayotgan bolalarga birdan qarab turib, shaharga qarab yo'lga chiqdi. U xurjiniga Zeynep o'g'irliqcha yiqib bergan to'qashdan boshqa bir xalta gulini silib oldi. Bu gulini shahardagi Ilhomjon degan muxbir yigitga atab alayda tanlab quritayotgan edi. Asli pochtani avatmoqchi bo'lib yuradi. Endi o'zi alg'ash bordiganligidan to'lim xushal bo'ldi. To'g'raqliqdan kommuna joylashgan Saybaq bozoriga ot harus qatnaydi. To'xti qari boshqa 4 yo'lovchi bilan birga harvaga besilgan egiz yukning ustiga joylashdi. To'g'raqliqdan chiqib 1-2 kilometr orliqcha harva bir xil g'irildab silqmangdi. Bara-bara bo'ronda qolgandek chayqalishga boshladi. Tosh yo'l goh qumning ostida g'oyib bo'lib ketsa, goh ko'rinib qoladi. Yo'l uzoqdan buyon yasalmaganlikdan harva chaqi ha degandala o'yman katanglarga tushib qoladi. Harvikash uzun qamchilarni qarsiltib, cho'ktir deb xeyli habalishibmi katangdan chiqolmaganda yo'lovchilar sakrab tushib harvini istiratdi. Otlar yana taraslab harvini tortib ilgirlaydi. To'rt atrofning nagili qarasa, qum, yana qum. Xuddi g'urg'ur shamoldagi dengiz suyining yenik mavjidek turib qumlarmi, bo'ronliq dengizning o'rkashlaridek egiz, hayvat qumlarmi bor edi. Yurtdan yiroqlagancha qum do'nlari parkarlab, bara-bara yiroq qupuqqa qadar avij urib turgan to'zan qumliq namoyon bo'ldi. Ufqda quyosh asta-asta petib ketyotdi. Kunning o'zgarishiga agishib, saharda qizg'ish seriq, tushdi ko'mish rang, kashda petib ketayotgan kunning rang jo'lasida qizil tus olgan qumliq namozshamning xira-shira pardasi ostida birpas zangar bo'lib ko'rindi. Ve bu rang bara-bara qo'yiqlashib, zimin tutash ketgan siyohdek qorong'ulik cho'mdi. Yaratquchining muqaddas chirig'i zimin ustidan o'chdi. Qachonlardadir paydo bo'lgan yulduzlar cheksiz cho'lning o'rtasida ketayotgan tanho harvaga ajablangandek jimirlashadi. Yo'lovchilarning qapoqlari eg'irlashdi. Ular uyquliqda harvadan uchib tushmaslik uchun obdorroq chaplashib olib, birining kaynidan biri uyquga g'arq bo'lishdi va bir kechini harvkashning otlarga tovlashlari, uxlab qolmaslik uchun aytgan zerikarlik naqshlari
ve endişe aralashgan chala uyqu ichida o'tkazdi. Harvard osh vaqti bilan rayon markaziga kirib keldi. 4 ko'chaning og'zidagi dangda shaharga borilgan harva tayyor bo'lgan edi. To'xti qari bu harvadan tushib, uningga joylashdi. Shahar yo'li uningga uncha zerikishlik tuyulmadi. Bir-biriga tusishib ketgan cho'ng-kichik yezi bozorlar, texicha ko'kirib turgan bug'doyliqlar, uzum bedishlari ostidagi pakar-pakar dehqon uylari, ko'cha egizlarida to'plashib turgan er kishilar, yuzini yengi bilan to'sib, qapoq ko'tarib suvi mangan qiz jo'kallar, jigdilikda qo'y beqib yurgan ushshaq pallar uningda azaldan tonishdek issiq ko'rinadi. Shaharga yaqinlashgancha cho'ng-kichik harbalar, otliq tövgülük eşekler, erler, ayallar, qo'y yetilgan, sevat ko'targan, o'shnisiga xurjun artgan piyodalar, tuz, o'tin, sabza, piyoz ortilgan eshaklar yo'lga petishmay qoldi. To'xta qari buningdan ajabli yenidagi ayoldan. Bular nega boradi deb so'radi. Ayol xuddi osmondan tushgan odamni ko'rayotgandek uningga beshidan oygacha ajablanib qarab, shaharda bugun bozorga boradi. Özleri nereden kelle dep yandırıp so'radi. Men to'g'raqliqdan keldim. Ayol qaqaqlab kulib ketdi. Viyay, mavi yetim odam zangli qilishga ajab ekan, nereden kelle desem to'g'raqliqdan deydi. Ha 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 ha. Hey, yigit, men sizlardan yurtlarning etini nima deb ataydi deb so'rayapman. To'xti qarining yenda o'tirgan charsaqal deqqan uni xijillikdan qutuldirdi. Sizli anlamaganma, to'g'raqliq degan bir yurt bizning go'ngshig'iga qaraydi, lekin orliqi bek yiroq. U yerning odamlari osonlikcha sirqqa chiqmaydi. Qaraganda mavi inimizning safarga tunji qitim chiqishi o'xshaydi. Ha, manda desizlar, shunga bozorni bilmaydigan emasmi bu yetim? To'xti qari ayolning gaplariga quloq solmay atrofga qarab o'tirdi. Lekin shuningdan keyin boshqalardan gap so'rashdan aymangan bo'lib qoldi. Harva shahar chetidagi bir dangda to'xtaganda charsaqal odam uni boshlab berib, dangjodan yota qoldi. Ikkalarning o'rni bir yerda edi. U tuz ko'ngil, o'zining ishiga pishiq odamdek qiladi. U to'xti qariga pul pichak narsa keraklarni qanday saqlash, shaharliklar bilan qanday aloqa qilishni o'rgatadi. Sha deganda nima to'la? Haram tamoq o'g'ri bilan aldamchi to'la. Sizlarning nereden kelganliklarini bilib olsa, bir amal qilib sizlarni aldashning, qaqti so'qti qilishning qo'yiga tushidi. Shunga so'rg'anlarga men shalik devarsizlar. Yo'lni bilmisizlar, qiyriroq ayollardan asta so'rasizlar. Shaharning ko'chalarida osmonga qarab og'izlarini ichib mangmay, hech nimaga nazarlarini solmagandek guz-guz desab mangsizlar. Kiyim-kechak chiroylardan ancha chanmaydi ekan. Şəhərin boyvachilarining qilishmaydiganlar bo'lmasa deb kuldi. To'xti qari haqiqatan bir obdan odamga uchragan edi. U to'xti qarini Hitqoqqa boshlab chiqdi. Ikkalan Hitqoqda namozni o'qib bo'lib, o'rda oldi, Anjan rastisini cho'rgiladi. Adisi yana qum darvoza, to'shak darvoza, Nobishi, Yorbaq darvozasigacha boshlab bordi. Hitqoqdagi katta bir imoratning eshigidan odam degan mig'imiq kirib chiqib turadi ekan. U Shangdan deb atildigan. To'xti qari ikkala qavati liq molga to'lgan bu Shangdandan Zaynabga ora pashnaliq o'tuk, qizil tivish shal, qizi bilan ikkisiga ko'nglaklik do'mpangni oldi. Zaynabning topshiriqi bo'yicha o'g'illarga ishton, chapalliq, ko'krak, qishliq oyoq, onasiga masi kalash, dalsiga chapalliq chibarqut oldi. To'g'raqliqda Shaoliu degan harbiydan boshqa xansi ko'rib boqmagan to'xti qari Shangdanda mal setayotgan oppoq semiz qirqimchash pakarg'ina ayol bilan chiroyi qaramtul, yopma qapoq, tishlari teshig'i chiqib turadigan o'g'riq yana bir ayolning kulishib, o'nlik ovozda to'xtamay bir narsalarni deyishayotganiga qarab bir haza turdi. Yana bir kuni tushda to'xti qari o'zi yolg'iz ikki masjidga berib, ikki mo'janga bilet elib, Hitqoq klubida teatr ko'rdi. Naqshi usullar uningga bek yoridi. Uruq qiziqchi odam bilan semiz bir ayol o'rilgan laparni ko'rib etib, tomoshabinlar bilan birlikda ko'zdan yosh chiqib kuldi.
Puti bilan yerni tepib toza chavak chaldi. O'yin tugab sirtqa chiqqanda tala texi yo'riq edi. U o'zini boshqa bir dunyoda artistlar bilan birga yurgandek sezdi. Bu o'yinning ta'siridan edi. U bu ta'sirdan oqshimi o'ringa kirib yotqichimi qutulolmadi. Әтісі Тоқты қари Даңжанның Гизілханның нәділігіні сорап біліп алғандан кейін соғатлық халтыны көтіріп Гизілханға барды. Чоң дарвазының енедегі күзетші отырған үйге кіріп, өзінің İlhamcan ісімлік бір мұхберіні іздейдіғалығын етті. Кесел чырай, қиқарып сөзлейдіған дарвазадан немішқыдыр өңіп. Çıkın, bu yerde ondaq adam yo'q. Nereden kelgan bolsanız şu yerga keting deb To'xti qariga qo'baltaydi. Onun qayta eg'iz eshig'im yo'l qo'ymay, uni darvozaning sirtiga haydab chiqadi. To'xti qari ichi ochiq bo'lib, eshik oldida birpas turib qoldi. İlhamcanning mushu yerda ishlaydiganligi aniq. Agar yo'tkilib ketgan bo'lsa-mu, u odamning bunchavala qilib ketishining hojati yo'q edi. U nemishqa bunchavala aloqsada bo'lib ketadi? To'xti qarining ko'ngli qandoqdir bir shumliqni sezgandek bo'ldi. Boshqa biror odamdan so'rab boqmoqchi bo'lib, darvozaga talmirdi. Dal shu chaqda darvozadan bir yigit chiqib keldi. U murisiga apparat esib olgan edi. Bo'y turqimi İlhamcanға o'xshab ketadi. To'xti qari darhol uning oldiga bordi. Men mushu yerda muxbirlik qilgan İlhamcanni izlaydim. Yigit İlhamcanning ismini anglab sal cho'chigandek bo'ldi. Beshini ko'tarib atrofga bir qarab etib, To'xti qarini sal neriga boshlab bordi. İlhamcanni nima ish bilan izlaydingiz? U tuqquningizmidi deb so'radi. Yo'q, tuqqanim emas, tanishim. Zarur ishim yo'qdi, ko'rishib kelay deb yiroqdan alayda izlab kelgan edim. Muxbir yigit atrofga bir qarab etib pichirladi. İlhamcanning beshiga kun keldi. U hozir bu yerda emas, turmada. Nima? Turmada? Turmaning o'rnini deb berarlarmidimi? Men aniq bilmayman. Boshqalar Oqsuvning shoir degan yerda deganda qilgan. Muxbir yigit aldirib ketib qoldi. To'xti qari yaqin bir tuqqunning beshiga kelgan kulfatdan qayg'urgandek qayg'urdi. Uningdek bir odamning nima gunoh o'tkazishi mumkinligini zodi ko'ngliga sig'dira olmadi. U chatoqning ayni chog'da o'zi qora doskaga ko'chirib bergan İlhamcan o'zi yozgan bir ko'pli she'r chiqqanligini, bir necha oy ilgari gazetga besilgan gazetning 4 betiga liq kelgan bir maqolning İlhamcanning kishilar ismini tilga ilishdan qo'rqadigan xatarlik unsurga aylantirib qo'yganligini aslo bilmaydi. To'xti qari charsaqal odamdan shoirning qayerligini necha kunda bor qilib bo'ldiganligini so'radi. U bilmaydi ekan. Dangja uningga shu atrofda o'ltirishliq yaqinda shoirga berib o'g'lini yo'qlab kelgan bir qiyra odamni tanishtirib qo'ydi. Qiyra odam uning gapini anglab birdan turib ketib, "Sizni yo'qlab bormoqchi bo'lgan odam sizning nimalar bo'ladi?" deb so'radi. "Tog'amning bolasi Navra akam bo'ldi", dedi To'xti qari. U odam yana so'radi. "Turmada yetayotgani biror yil bo'ldimi ya?" To'xti qari sal duduqlab qilib, "Qarasig'ila 6 oy bo'ldi" dedi. "Undaq bo'lsa borganlar bekor. Gizilxanda ishlaydi deganlarga qaraganda siyosiy jinoyatchi o'xshaydi. Siyosiy jinoyatchilarni dastlabki yillari tuqqanlari bilan ko'rishtirmaydi. Adresini aniq bilsalar, xat yozib baqsizlar." To'xti qari bir xalta gulini shu bo'yga akilib berib, o'g'illarga avatib berala dedi. Arqadan o'zining bo'g'ay bilan yana bir qatim ko'rishishning mumkin emasligini bilib tursimu. Xat yozganda o'g'illardan surishtirib baqqan bo'lsalar, u İlhamcan muxbirini tanimdikin dedi. "Surishtirib baqaman, tanib qolsimu ajab emas" dedi bo'g'ay. Bo'g'ay rostilla o'g'liga yozgan xatida bu ishni aynan yozib, o'g'lining shundoq bir odamni taniydigan, tanimaydiganligini so'radi. O'g'il bu xatni İlhamcan bilan birga o'qidi. Ular bir kamerada edi. O'ruqlab sarg'ayib, tonuqsiz bo'lib ketgan İlhamcan xiralashgan ko'zoynigini surtib o'ltirib, po'lat tavlash vaqtida tog'da o'tgan kunlarni sodda, ko'ngli oq, xatni chiroyli yozadigan, she'rni obdan tushunadigan sahraqliq yigitni eslab ko'ziga yosh oldi. U qing'ir qiyshiq po'chirkisi bilan To'xti qariga qaratib, "Enim To'xti qari, salom sizga. Tinish amon turyotamsiz?"
Мен bu salamat, yomon emas turvatman. Mening izdek so'riqimni qilganingizga rahmat enim. Xudo nasib bo'lsa, omon bo'lsak ko'risharmiz. Akınız İlhamcandan 1960-yili 2-oy Shahriyar deb ikkili xat yozdi. Xatni Kamirdeshi dadisiga yozgan xatning ichiga selib qo'ydi. Buvay xatni ko'tarib Dangjani izlab borgan bo'lsa-mu, Dangja To'xti qarining qayerlik ekanligini aytib berolmadi. Xat suvga cho'kkan tashdek deraksiz qoldi.